urar dunyo topgan tilla sarga berilma odam sendan ham mendan Ana odamni qara aldayapti. O'zi aslida gapira oladi bu odam. Ha, qo'ysangchi. Javob gapira oladi. Katta odam ataylar bunaqa qilmaydi. Kelyapti, o'zi gapirtiraman, qarab tur. Gapira olmaysizmi? Hozir gapirib tur. Men Umi aka nimadir to'g'ring? Gapirolmaydi bu. Shoshmay tur. 40 ming so'm beraman aka. Bir og'iz gapiring bo'ldi. Ustidan kulyapsan-da, bersang ber. Shoshmay tursan. Mana aka 100 ming so'm. Bir og'iz gapiring bo'ldi. Gapirmaydi, ko'ryapsan-ku, nima qilasan majburlab? Xo'p, sen oxirigacha ko'r shuni. Aka mana sifat shirinligi. Mana ko'rding? Aka o'z trendda yeb ko'ring, vashi mazasi zo'r. To'xtab turdi. Men hamma pulimni beraman. Bitta nimadir deb bering bo'ldi aka. O'zi nima deyish kerak akalar? Ya kulmanglar odamning ustidan, men o'zi gapirmayman. Prosta vijdonim qiynalgandan gapirdim akalar. Vijdon ham bormi sizda? Ha bor. Bo'pti, hech kimga aytmanglar akalar, iltimos. Aka, 200 ming so'm beraman, qo'shib aytib berasizmi? Kimnikini? Jenisbek piyazib tutgan. Men opera ayta olmayman. Ehtiyot balasini bosma gay turibdi. Gayi? Yo'q, meni ham gayi to'xtatdi. Nimaga to'xtatdingiz aka deyman? Nimaga to'xtatdingiz desalar, hujjatlarni tekshiraylik. Men biron bir qonun buzdimmi, hujjatlarni tekshirasiz dedim. Jim bo'lib qoldi ish. Vobshe indolmay qoldi. Sen qo'rqma undan, Kecha metdan keldi. Qarzim bor, televizorim olib ketib qolsa bo'ladi. Indamadingmi? Nima deyman? To'ppoymisan? Men ham uyimga o'kirib mipdan keldi. Qarzingiz bor, konsertingizni olib ketaman dedi. Nimaga olasan dedi. Qarz menikimi? Men to'layman dedim. Muddat ber dedim. Nima dedi u? Indamadi, ketdi. Uzr aka dedi, ketdi. Sen bo'sh bo'lmadi. Sen haqqing talabda. Nima olding? Sifat shirinligidan trendda bu o'zi zo'r mazasi. Mazasi zo'r bo'ldi lekin. Buni ana o'tkir reklama qilyapsan bloger. Lekin chaqirdim oldimga. Sen nima ena deb videolar qilyapsan dedim. Senga yeni o'yinchoqmi dedi. Boshqa tema top, boshqa vayn ol dedi. Indamadimi? Indamadi. Uzr aka dedi. Olyaptimi yo'q? Yo'q. Men aytganimdek olmay qo'ydi. Menga ham ol bundan. Kecha uyimga uchastkoga kelibdi. Ikkili nima qilyapsan, shovqin qilib. Nima deding sen? Ishni deya olmadim. Sen jinnimisan sen? Yo'q, meni ham uyimga